sog'lom turmush tarzini joriy qilish, ayniqsa sportga bo'lgan juda katta e'tiborni inobatga olib, biz O'zbekiston Musulmonlar idorasi tizimida mana turli sport musobaqalarini o'tkazyapmiz. Biz aytyapmiz, sog' tanda sog'lom aql. Oldin sport bo'yicha musobaqa o'tkazamiz, ana bundan keyin ilmiy musobaqalarimizni ham o'tkazyapmiz. Va shuni birgalikda olib borib, kelajak uchun, boshqalar uchun bir namuna bo'laylik deyilyapti. Ularda hammasi tepasida mana shu davlatimiz rahbari, muhtaram prezidentimiz turibdilar. Shuning uchun ham biz butun xalqimizni, O'zbekiston xalqini sog'lom yashashga, sog'lom turmush tarziga chaqirib bir o'zimiz namuna qilib beryapmiz.